O senin nazarında bir kokan bilen. Benim nazarımda bir ömür kanıştek, nereye gidek? Bala, yeni bu Thomas Kutlu'nun nima deb aytgaldi? Onu ben size igulime, sizni bext qilime, bir ömür qo'g'daymi asaymi deb va'da qilib, ona to'y qilgan. Voy! Voy turganmish quvvatsiz. Axirda bo'ldim. Anam o yaşınıp kaldı. Sen maymak mı teke? Ayağı kişinin orada durup, sen bu kişinin oydu kilim bulap yaşap baktın. Kilim bulap, ənin hizmeti de kılmak. Çoğunların hizmeti de kılmak. Öy tutmak onca ola asan emez. Sen bolsan anamga teselli veriş oyun tutsun. Ki anamını yerlep, vay anda akıllı, vay manda akıllı acıp gelsin de. Anamga teselli veriş diyor. Yengeni çetkek vatamsa ha? Sen mi tatıp kalmıgın? Senin muşkuyun bulutken, muşkulla senin beşiğimi kep kalın. Men çirkek kılmay. Ben ne yürek? Oğlum, yağmur yağıvatıdı balam. Uyga kirib, yağmur to'xtagandan keyin neymiş olsa andan qilgan o. Apa. Men Gulbarni chinqirmanda yosh ko'raman. Uni men sizga ig'ulaman, sizni baxt qilaman, bir umr qo'g'daymi asaymi deb va'da qilib, ona to'y qilgan. Men asta baxtim uchun kurash qilgan yer ketdiman. Men oshini taki egri oyoqlab qo'saq ko'tarmaguncha mush uyga dast yetmayman. Ham o'zimni kelmayman apa. Kechiring. Aka, sen aş maymakım dep bizden keşmekçimen? Men o meyli, apamını taşlayıp ketmekçimen sen? Nima dedi? Maymoq da'vatamsan? O sening nazarında bir qo'rqin bilan. Mening nazarimda bir ömür qonishdak, malikidek. Meningki hayotimning ayrılmaz bir qismidek bilinishidir. Shunga singlim bo'lgandikan, onam gap qilsa sen adab bilan gap qil. Bo'lmay qilib qolsa, anda xato qilsa. Apa, meni kechiring. Men ketdim. Gider onun da derya görünmeydi gözümge dünya Öginelmey sensiz yaşaşlı Ahmet Çağdaş kaybolmadan. Ben burada seyredip duracağım. Ne oldu bu keyfiyetin açarmı? Çırayların bir kılıp gidip de. Sorma adaş. Bu hayatlıkta yaşamak pek tezken. Bir taraf karasam apam bilen san. Bir taraf karasam men için japa çekivatkan aşı mehriban ahkumun ayağı. Şu qo'saq ko'tarmidi deb apam bilan sanim hadisi chiqib olib, men yo'q vaqtida ko'nglim azob berib, hatto mamo on besimdan deb kelgan. Opamning gapini anglamay desam, meni tug'ib bergan opam. Opamning gapini anglay deb voz kechay desam, u men hayotimda birdan bir yosh ko'rib kelgan mening mehribon ayol. Sana mı tesuttu adaş. Bir taraf karsan. Senin japayın tatvatkan ayalın. Bu yeni bir taraf karsan. Senin üzerinin apısı tutsa o. Apamın şu gözümün uçuk vaxtıda bu bir ayalını bir baldırak tutsa. Ben bir japasını tatıp bir bekip açpasını öz kulumdan çoğunkup besem de böyleydi adaş. Bu işlerimi ütüp gide. Sen Ayalını bu tutup kala adaş. ajrashib ket demekçim ha? Vay yo'q adaş, men unda demekçi emas. Ayolingni qo'g'dab o'g'ildek ish qilsa demekçi. Bu degan biz erlarning mas'uliyati adash. Necha yil sening japoyingni tatib, boshqa bir qo'saq ko'tarib qo'ygan bo'lsa, uni yeyishildi. Apam sizning baxtingni o'ylaydi emasmi? Bu tanlash haqiqatan qiyin tanlash bo'lib qoldi. Men
Apam bilan jitib qo'ysam, men balasi mendan kechirmaydi, men ko'ngilni olalayman. Lekin ayolimni tug'madi deb, uning xatni yurmasam, men yana qayta aytqandimmi? O'samdan bir umr baxtimni topolmayman. Ayolingni quyitma deganga qaytib qilma. U ishlarni xiyol qilma. Buning bir sababi bo'ladi, adash. Jura adash, kallangdan chiqarib o'tar bu ishni. Hamma ishning bir sababi bo'ladi, biz seni aylantirib o'yintib kelay. Balkim ayolim qo'zoq ketirib qolar. Kayfiyat. Manada kayfiyat yo'q adash. Voy, ma'na gap Odamning bir baxti ko'rib yashamoqqa Jura bo'ldi, sen ham kayfiyatini buzmay bu ishni. Mana adash. Ham mashinamamiz bu ya? Bizdan olmaymiz. Mana adashamiz. Voy adaş canım bo'lsa unimni ko'ribsan. Rasla bek hoş oldum canım. Men shunda xush bo'ldim. Eronga damsadimsa, Deyme. qinapamni tuyuqsiz xush qo'ydi ya. Maqsud. Nega rahbasa xular adash. Hey, Çoğunum. adash ayolim bor. Bari. Adaş Eronga. Jira. Voy, Desma. aynib keldingmi? Bak bir xushal g'oslar bo'lgan. Sizga deydigan xush xabar bor. Mana qarang. Axırda doldurgan bo'ldingiz. Bu men qara adash. Hay adash. Bak kuyib ishonmayaptim men. Voy rasma. Az. Muborak bo'lsin Adash. adash. Oxirida dursa. Men dadulqon bo'pti ben. Voy! Voy turing anmış quvvatsiz. Axırda doldurgan bo'ldingiz. Adash, men rosa ishongim kelmayapti da. Rast ishni Muborak bo'lsin. chiqqani qopdi. Ko'nlarni oldirmasang g'ururni olib ketadi degani to'g'ri gapga. Har bir ishning bir hikmati bor adash. Buning balkim sababsiz siz deyman. Sizga bu rahmat. Qava rahmatni men kim bildirib olay. Avval maqshalliqlarni apam bilan salomga yetkazaylik. işte Hammamizdan baxtlanaylik. Maqul. Asla ishongim kelmayapti. Voy rahmat. Faqat ishongim kelmayapti adash. Jura birliklaylik. Bo'ldi adash. Sen yana bu xushalliqni avval uyingdagilarga yetkaz. Bizning yana azroq qildigan ishimiz bor. İşimizni tugtib, kechsang bir joz raslab turay. Bu daraq tabriklab oldi adash, ha? Ma'qul adash, jafo chekdim. Qava rahmatni men sen kechtirib olay. Avval maqshalliqni apamdan qilib yetkazay. Kech ko'rishaylik, ma'qul. Shirin. Abla. Emse. Balam. Yomg'irmi to'xtabdi. Men ketay. Qaytamsa bola. Ha, qayta yopa. Sen o'zing yaxshi qasirg'in apachi. Maqol. Apa, sen menga kashim bo'lib qoldi. O'zing asirg'in, ha? Ma'qul bolam, Ma'qul. ma'qul. Akamni chipta qo'yib turmasligi. Bola, yana bu tug'mas xotinni nima deb aytgaldi? Apa, endi undaq da'vaman. Senmi ha desa, qalayimqon gap qilma. Bizniki baxtli kunlarimiz endi boshlandi. Siz nega ko'tgan bo'ldingiz apa? Voy bola, bu tug'mas ayoling bilan qanday baxtli kunlar boshlansin canım bola. Apa, men sizga degan sabab qilsak, suratni suv to'xtaydi. Oldirmasang, qo'ribni olib ketadi da. Mana, ishonmisiz ko'rib bakam. Gulbar, qusoq. Uy, Bu xushalliqni tabriklayman. elim bossa bolam. Elim bossa nevirlik bo'lgan bo'pti men o'g'lim. Shunda qo'shib ketdim. Kelin bolam, kelin. Ana olgan bo'psiz bolam. Axir nevirlik bo'lish fursatiga ega qildingiz meni. Balam, eğer ayak adam özünü asırmı sonmaydı kızım. Kelin o'ltiring. Rahmat. Sizni o'rtaslar. Oğlum, Apa, ayolimi homildor bo'pti. Shunda Shunaqa xushallarlik bir ish bo'ldi balam.
Eğer ayak ayalla yaxşı kütünümüz olmaydı. Sen berip şu hamildarlarga intayın kuvvet olan ozuqlıqni tepkəyim bala. Hazır yüzdüm anladım. Ma'qul opa, ma'qul. Keling kızım. Meni kechiring balam. Men ko'nglimizga azob urib qo'ydim. Endi shu ota-ona degan bolaning baxtini keyinligini o'ylaydigan gapga balam. Meningmi shu balam bir yosh vaqtda bir bolalik bo'lib qolsa, shu oila muntizim bo'lib ketsa deb, men to'la o'ylab sizning ko'nglingizni ranjitib qo'ydim qizim. Hey, sabrning tegi oltinda. Ezelini ko'ribsizlar balkim. Baxt. Voy yenge, opam to'g'ri deydi. O'zingiz yaxshi asrang. Nimangiz qilyapti, men shuni aytib beray. Dangay men tayyorlik qilay. Hozir bir narsa deyapman. Unda bu siz o'qishda lag'ma aytib beray. Opam men lag'ma tayyorlik qilay, ya. Ma'qul. Kelim bala. Bu sizning qo'saq ko'tarmay shuncha vaqtda yangi ozcha patatmidingiz. Mush qo'saq ko'tirishingizga shu nima manfaat qilib qolgandi balamlar? Ha, apa tibbiy mahirda bir shirkat bo'lgan to'q, bir shirkatniki har qaysi shaharlardagi kutinish o'rinlariga sog'an bir idish bo'lgan to'q. Shunga keyin qancha qatta islab kutinish qildigandan shuni unum ko'rildi voy. Bo'pti qizim, bo'pti. Yaxshi, men xush bo'ldim balam. Balam, shu tibbiy mahir shirkatiga shunday yaxshi bir idishni ekilib, bizningki shu cho'ng bir g'imimizni hal qilib berganiga ko'pdan ko'p rahmat. Yana shu atrofimizda shu sizda qo'saq ko'tarolmayotgan xonim qizlarning shu idishdan foydalanib bir xushallikqa erishishni chilkonimdan umid qilaman. Shu shirkatga chilkonimdan rahmatimni aytaman balam. Sizdan kechirim so'rayman qizim. Meni kechiring. Apa, bu tibbiy mahir şirketi her qaysi şehir pazarlarga şu kutnish o'rinlarga shu idishni bozor sepdi. Meningdagi qiyma va xonlik qizlarning hamsi foydalanmas bo'ldi. Xo'sh. Juring balam, uyga kirib bir orom evla. Juring qizim. Her kurgan